Uyga vazifa. Uyga vazifa. Demak, mana bu qismini tugatib bo'lganmiz sinf bilan, to'g'rimi? Bu qismini tugatib bo'lganmiz. Hozir men yozgan Telegram botimni mana bu joyga qo'yib kelish. Tushundinglar? Mana shu joyga qo'yib kelsizlar. Bitta input turibdi-yu bu yerda. Mana shuni 3 ta qilib qo'ysizlar bo'ldi. Ya'ni qanday bo'ladi strukturasi? Mana bunaqa bo'ladi mana. Hozir bu yerda ikkitalik turibdi-yu mana, chizib beraman o'zim chiroyli qilib. Mana birinchi input mana bitta div bo'ladi. Birinchi input mana. Mana birinchi input, ikkinchi input va text array bor edi-yu. Mana bunaqa turadi text array. Uncha xunuk bu. Mana bitta input mana bunaqa turadi. Ikkinchi input mana bunaqa turadi. Mana. Keyin mana text array bor-ku, mana bunaqa turadi mana. Ismini kiritadi, telefon raqamini kiritadi, eng ko'p ma'lumotni bu yerga kiritadi va kiritib bo'lganidan keyin button qayerda ustoz? Yeb qo'ydingizmi? Mana. Mana bu yerda nima bo'lar ekan? Hadicha? Send bo'ladi. Mana. Fuaq, fuaq, fuaq. Tayyorsaga layout. Mana. Uyga vazifa demak, mana shu sahifani full bitirib kelish. Sizlar mana buni ham bitirgansizlar, esinglardami? Buni ham qilgansizlar. Men qo'llar o'rgatgandimmi? Qilmaganlar buni ham qilib keladi, men tekshiraman. Mana bu joy oxirigacha. Mana bu joyga copy paste qilsanglar bo'ldi-yu, nima mana. Mana copy paste mana. Mana copy paste, header copy paste, tayyor. Mana bu kommentariya copy paste mana bitta mana. Kommentariya copy pastemi? Bir xilmi? Bitta mana buni qilgansizlar, buni ham qilgansizlar menimcha. Qiladigan joylari mana bu ham copy paste ekan. Hamma joy copy paste bo'lib yotibdi. Va tushuntirish sifatida mana buni get qilib qo'yasizlar, get product API dan olib kelib qo'yasizlar mana shu yerga. Mana ikkita mahsulot API dan, bu ham API dan keladi. Admin panelda get qilganmiz. Shu joyi. Endi vazifa tugadi. Qo'shimchaga mana buni ham copy paste qilib, header ham copy paste qilib, buni ham get element id get qilib qo'yasizlar API dan. Xolos. Bu qo'shimchasi juda oson. 10 minutda bo'ladigan joy bu, kategoriya. Bizda shu bilan nima qoladi keyin? Local storage bilan mahsulotlar qo'yilishi qoladi. Buni keyingi darslarimizda qo'yamiz.